Tarmoqda kuzatgan hamyurtlar 2025-yil 7-aprel sanasida pistalarimizni ekishni boshladik. Ko'rishlaringiz mumkin. Turpoq olib keldik. Turpoqqa yegomiz qo'shib, yegomizga aralashtirib turib, xudo xolisa ekamiz. Mana yegomizda turpoq to'kib olganmiz mana. Aralashtirib turib, xudo xolisa Turkmanistonga 5 gektar maydoniga zakaz olganmiz. 4,5 ming dona pista qilib berishimiz kerak. Eng qizig'i aka ishonchli bo'lsin deb Al-Ahmadi pista bo'lsin deb mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. O'ngganiga baho beringlar. Mana xudo xolasa ekishni boshladik. Mana kulukka ekib xuddi shunaqa qilib mana ekiladi. Bu pistani yerdiki bo'lmaydi. Mana ekish jarayonlarini ko'rsatib qo'ying. Do'stlar mana o'ngan pistani mana bunga solamizda bergimizni bo'ldi, mana shu yetadi. Xudo xolasa zakazimiz bor. Ozsa xudo xolasa sotamiz. Mana pistani Al-Ahmadimi deganlarga do'stlar mana ko'rishlaringiz mumkin. O'nganini ko'ringlar. Mana do'stlar Al-Ahmadik pistasi bo'ladi mana. Yiriligi katta bo'ladi. Sog' bo'linglar, mehnatiga tilak bosib qo'yamiz.